Men ismim Ravzalov Mirabbos va men 132-maktabda o'qiyman va men chet tillarini o'rganishga juda ham qiziqaman. Biznesmen bo'lish uchun juda ham ko'p tillarni, chet tillarini bilish kerak. Taxminan 3-4 tillarni bilish kerak. Foydali ko'ramiz. Ibrat farzandlardan hozir ingliz tilini shunda o'rgandingizmi yoki yana qaysidir tillarga qiziqib qoldingizmi? I will advise you Ibrat farzandlari channel, so in this channel you can learn every kind of language that you wanted. Til bilganga 1000 tanga, ish bilganga 1 tanga. Kelajak haqida nima deb o'ylaysiz? Boshdan aytadigan bo'lsak, bo'shashmaymiz, faqat va faqat oldinga. Ko'rib turganingiz Miravzalovlar xonadoni. Bu xonadon egasi Mirzohid aka 2022-yildagi pandemiya sharoitida oilada bir an'anani boshlagan edi. Ya'ni oilaning barcha a'zolari bir vaqtning o'zida kitob mutolaa qilishadi, tushunganlarini bir-birlariga aytib berishadi. Pandemiya o'tdi, niqoblar yechildi. Biroq Miravzalovlar oilasidagi mazkur an'ana saqlanib qoldi. Adam and the Adventure of Tom Sawyer kitobini o'qib oldim. Juda ham yaxshi. Xo'sh, mazmunini aytib bering-chi menga. Hech qachon taslim bo'lmaslikni, qanaqa holat bo'lsa ham boshqalarni hurmat qilishi va boshqalar qanaqa holat bo'lsa ham u odamni hurmat qilishini o'rgandim. Juda ham yaxshi o'g'lim. Bo'shashmaymiz, faqat va faqat oldinga. Aka, endi menga kitobni bering, meni galim. Bo'ldimi? Rahmat aka. Sog' bo'l. Bugungi suhbatimiz qahramoni oilaning to'ng'ichi Mirabbos Miravzalov. U birorta kurs yoki repetitorga bormasdan kitob yordamida ingliz tilini shunday o'rganganki, Michael Jordan misses 1000 shots on his whole career, and Tom Edison conducted and failed 1000 experiments. And in 1001, it was a light bulb. Steve Jobs was adopted when he was just a baby. You know how it was pain to miss 1000 shots? Oy, Mirabbos. Ingliz tilingizga umuman gap bo'lishi mumkin emas, lekin biza keling hozir o'zbek tilinigina tushunadigan, ingliz tilini sizni hali darajangizda bilmaydigan tengdoshlaringiz, o'rtoqlaringiz, ukalaringiz uchun ham gaplashamiz, bo'ptimi? Bo'ldi. Keling o'zingizni endi o'zbek tilida tanishtirib bersangiz. Men ismim Ravzalov Mirabbos va men 132-maktabda o'qiyman va men chet tillarini o'rganishga juda ham qiziqaman. Mirabbos, nima uchun aynan chet tillari? Chunki chet tillari hozirda albatta dunyo rivojlanyapti. Yaponiya, Amerika, albatta O'zbekiston ham ularga kiryapti. Keyin men til o'rgangan odamlar rosa ham ko'p aytardilar-da. Til o'rgangan, til bilganga 1000 tanga, ish bilganga 1 tanga derdilar. Aha, Mirabbos, qarang, sizni hozir o'rtoqlaringiz hech aytishadimi, adam men bilan gaplashmaydilar degan gapni? Albatta yo'q, men eshitmayman, lekin shuni bilaman, ba'zi otalar bolasiga yaxshi e'tibor bermaydi. Masalan, meni adam xuddi menga e'tibor bergandek e'tibor bermasligi mumkin. Ammo qachonki, ya'ni bolangizga shunaqadar motivatsiya bersangiz, ana o'sha motivatsiyani o'ziga qanaqadir sindirib olsa, ya'ni singib qolsa, albatta u, ya'ni o'sha bola uchun juda ham yaxshi bo'ladi. Sizni qo'lingizda aqlli telefon bormi? Albatta. Aqlli telefondan nima maqsadda foydalanasiz? Ya'ni ingliz tilida aytiladi good sides of using phone, bad sides of using phone. Ya'niki telefon ishlatishning yaxshi tomonlari va telefon ishlatishning yomon tomonlari. Albatta yaxshi tomonlaridan biz til o'rgana olamiz Ibrat farzandlaridan, Ibrat farzandlari sahifasida va biz juda ham ko'p narsalarni qila olamiz. Har xil kurslarga yozilishimiz mumkin yoki virtual teacher, ya'ni qanaqadir o'sha kurslarda dars beradigan o'qituvchilarga yozilishimiz mumkin. Juda ham ko'p foydali Siz ko'ra Ibrat olamiz. farzandlaridan hozir ingliz tilini shunda o'rgandingizmi yoki yana qaysidir tillarga qiziqib qoldingizmi? Boshdan aytadigan bo'lsak, men to'g'risini aytsam, Ibrat farzandlarida ingliz tilimni oshirish uchun, ya'ni Ibrat farzandlari YouTube sahifasida ingliz tilimni oshirish uchun foydalandim. Ammo men o'zim mana shu ingliz tilini noldan o'rganish deb yozardim YouTube'ga. Keyin o'shanda yashil va ko'k darsliklar chiqib kelardi va ana o'sha darsliklardan ingliz tilini o'rganganman desak bo'ladi. Ya'ni siz repetitorga bormagansiz shunda? To'g'risini aytsam, repetitorga borganman 3 oy, lekin unda rezultat bo'lmagan. Va odamlar ham oxiri aytganlar, nimaga rezultat ko'rmayapsan? Men senga shuncha pul to'layapman deganlar, keyin o'zim ham hayron qolganman.
ishqilib o'qituvchilarni albatta malakasi juda ham kuchli. Bizani yaxshi, masalan O'zbekistonda Ibrat farzandlaridagi hamma chiqayotgan o'qituvchilarning darajasi malakali o'qituvchilar va men Ibrat farzandlarida o'rganish tanlaganman. Aha, demak siz masalan har oyda borib o'rganish imkoniyatingiz bor edi. Lekin mana bir xil bolalar onlayn hech ham o'rgana olmaydi. Chunki ularni albatta kimdir tepasida qarab turish kerak. Sizga kim qarab turadi? Dadam. Shu jarayon haqida aytib bera olasizmi? Qanaqa qarab turadilar, nima qiladilar? Men 8 yoshimda ingliz tilini o'rganishni to'liq boshlaganman. To'liq boshlaganimdan keyin albatta juda ham ko'p har bitta tilni o'rganishda qiyinchiliklar bo'ladi va har bitta tilni o'rganish uchun sabr kerak va uni tepasida turadigan odam kerak va mana shu odam meni dadam bo'ladi. Adam ba'zi paytlar shunaqadar jonlarni berib gapirardilarki, men butun o'sha auraga, o'sha holatga o'rganib ketib qolardim. Bu qonimga singib ketib qolganda, shunaqadar jonlarni berib gapirganlardan xuddiki hozir siz dadangizlarni yoshlarida gapiryapsiz-da, Mirabbos. Bu degani masalan o'sha ota, ona farzandi bilan gaplashganda bolani fikrlash doirasi yana ham kengayib borar ekanda. Albatta. Mirabbos, siz hozir maktabingizda, sizni sinfingizda qaysi darajada ingliz tili o'qitiladi? Bizani mana shu 132-maktabda ingliz tili o'qituvchilar juda ham malakali va juda ham yaxshi o'rgatishadi. Bizani o'quvchilar ham yaxshi bilishadi ingliz tilini va men mana shu maktabda o'qiyotganimdan juda ham xursandman. Aha, ingliz tilidan tashqari yana qaysidir tilni o'rgandingizmi yoki o'rganishni o'ylab ko'rdingizmi? Masalan, yapon tilini o'rganishni o'ylab ko'rdim, chunki dunyo miqyosida Yaponiya developing countries, ya'ni kelajagi bor, ya'niki rivojlangan davlatlar, rivojlangan mamlakatlar turiga kiradi. Eng nufuzli universitetlar masalan Harvard, Stanford Universities, Oxford, Cambridge Universities, ya'ni u Amerikadagi universitetlar, eng nufuzli universitetlar hisoblanadi. AQSh va Buyuk Britaniyaniki. Va mana shu universitetlarga after 5 or 4 years, ya'ni keyingi 4-5 yilda topshirmoqchiman va grantga kirib ketib qolsam juda ham xursand bo'lardim. Mirabbos, yaqin orada o'sha xorijiy mamlakatlarga 100% grantlar bilan o'qishga kirgan yoshlardan biror kimni taniysizmi? Azizbek Zaylobiddinov taniyman va hozir ular Ibrat Debate menejer bo'lib ishlayaptilar, menejer bo'lib faoliyatlarini olib boryaptilar va ular Garvardga 100% grant bilan kirdilar va men ularni tabriklayman. Siz qaysi universitetga 100% grant bilan kirasiz? Yaxshi savol. Garvardga kirmoqchiman yoki Stanford, farqi yo'q, ammo 5-6 ta universitetga topshirmoqchiman. Qaysi biri bo'lsa, o'shanga kiraman. Masalan, 6 ta top universitetlarga birdan kirsiz, qaysi birini tanlaysiz? Yoki MIT yoki Garvard tanlagan bo'lardim. Mirabbos, o'qish yaxshi, juda ham ko'p bolalar yoki katta yoshdagi odamlar, talabalar deymizmi, ingliz tilida o'qishlari mumkin, lekin talaffuzga kelganda qiynalishadi. Lekin sizda talaffuz juda ham toza, sof inglizcha. Bunga qanday erishdingiz? Bunga erishganim albatta ko'proq reading qildim, ko'proq listening qildim va men YouTubedan juda ham ko'p English texts, ya'niki ingliz tilidan tekstlar ko'proq o'qiyman YouTube'da va o'qiysizmi yoki eshitib yozasiz? Mana eshitib ham yozaman, ham ko'proq ham o'qiyman. Va o'sha yerda juda ham ko'p olimlarning hayoti bor va juda ham ko'p masalan futbolchilar, juda ham ko'p yaxshi odamlar, o'tgan odamlarni hayotlari bor va mana healthy eating, ya'ni sog'lom ovqatlanish haqida juda ham ko'p ma'lumotlar ham bor English textsda. Eng sizni qiziqtirib yozadigan matningiz qaysi? Steve Jobs albatta u olim bo'lgan. Men uni hayotiga juda ham havas bilan qarayman. U juda ham boshida aytib o'tganimdek ota-onasi bo'lmagan va juda ham ko'p qiyinchiliklarga bardosh bergan va ana o'sha qiyinchiliklarga qaramasdan Apple'ni o'rtog'i Steve Wozniak bilan yaratganiga qarang. Siz uni nutqlarini eshitib, shuni o'zingiz uchun yozib olasiz. Hammasinimi yoki qandaydir iqtiboslar yozib olasiz? Hammasini yozasiz. Ya'ni nutqni matnlashtirasiz siz. Qoyil. Futbolchilardan kimnidir yoqtirasizmi? Futbolga qiziqasizmi?
Cristiano Ronaldo albatta eng zo'r futbolist deb bilaman va u juda ham faqatgina futbolistdan emas, ya'ni hayotda ham qarasak u juda ham mukammal odam. Nima uchun mukammal deb o'ylaysiz? Chunki u healthy eating qiladi, sog'lom ovqatlanadi va undan keyin training qiladi, o'zini ustida ishlaydi, hard work, o'zini ustida qattiq ishlaydi albatta. Chunki u juda ham ko'p speech va motivatsionniy speechlar bergan, ya'ni suhbat bergan va o'shaning uchun ham men Cristiano Ronaldoni tanlayman. Genetikada bitta gap bor, ya'ni inson genetikasini tekshirishganda o'g'il bolalarning aqliy salohiyati 100% onadan o'tib keladi degan gap borda. Sizni hozir naqqoshingiz mana o'zingizni gaplaringizdan ma'lum bo'lib turibdiki, naqqoshingiz ya'ni sizni tarbiyalagan, doim tepangizda turgan, mana shu tillarni o'rganishga motivatsiya bergan bu dadangiz. Lekin menimcha bu zakiylik onadan ham o'tib kelgan. Onangizlar haqlarida gapiringchi. Oyimlar juda ham mehribon oilalar. Men shuni bilamanki, oyimlar men dars qilib turganimda adamlar motivatsiya bildirib o'tganlarida aytardilar, "Sen ham o'zing o'qishing kerak, kim bo'lmoqchi bo'lsang, o'shanga erishishing kerak. In this world nothing is free." Ya'ni bu dunyoda hech qanaqa narsa tekinga kelmaydi va bu juda ham ko'p harakat, hard work, ya'ni qattiq harakat talab qiladi. Nima ish qiladilar oyingizlar? Oyimlar 1-2 maktabda o'qituvchilar, Nima fandan dars beradilar? informatika. Informatikadan dars beradilar. Ya'ni ularni informatikadan dars berishlari sizni onlayn ta'limda o'qishingizga ancha yordam beradi. Endi nima deb o'ylaysiz? Onlayn bilan offlayn ta'limni qanaqa bir afzalliklari, qaysi biri qaysi jihatdan afzal? Shuni ingliz tilida bizga gapirib bera olasizmi? So, and from online, you are just on the screen watching the teachers, and these kind of teachers are just teaching you this kind of strategies and resources that you don't know, and about facts and like this kind of things. So, and this was very interesting for the people like who are searching any kind of videos. I will advise the Ibrat Farzandlari channel. So, in this channel, you can learn every kind of language that you wanted. Kelajak haqida nima deb o'ylaysiz? Siz o'zingizni qanaqa ko'ryapsiz? Qayerda ko'ryapsiz? Ya'ni men katta bo'lganimda yoki programmist yoki logistik yoki biznesmen bo'lmoqchiman. Ya'ni to'g'risini aytsam, I want to create a company, ya'ni kompaniya yaratmoqchiman. Lekin o'sha orzuyimni juda ham ushalishini xohlayman va u orzuyimga yetish uchun harakat qilaman. Mirabboz, siz ko'p kitob o'qiyman dedingiz. Bitta kitobni qanchada tugatasiz o'qib? Men bitta kitobni taxminan bir 5-6 kunda tugataman. Uni mazmunini ko'proq o'rganish uchun va mazmunini ko'proq bilish uchun va o'sha mazmunini agar bilganimda miyamda qoladi va xuddi shunaqa narsalar. O'zbek tilida ham kitoblar o'qiysizmi? Ha. O'zbek tilida juda ham ko'p o'qimayman, lekin shuni bilaman, o'zbek tilida ko'proq qanaqadir masalan fizika yoki xuddi shunaqa fanlardan, ya'ni maktabimda o'zbek tilli kitoblar albatta va ana o'sha fanlardan o'zbek tilida o'rganaman. Mirabboz, siz yapon tilini ham juda qiziqaman, Yaponiyaga qiziqaman dedingiz, balki yapon tilidan ham ozgina xabaringiz bordir. Masalan, yapon tilida salom, keyin qalaysiz, shunaqa so'zlarni bilaman. Qani? Konnichiwa, ogenki desu ka? Ishqilib mana shunaqa so'zlarni bilaman va qayerda yashaysiz va xuddi shunaqa narsalarni ham bilardim, hozir esimdan chiqib ketgan. Yana qaysi tillarga qiziqyapsiz shu kunlarda? Men shu kunlarda Xitoy tiliga qiziqyapman, chunki albatta Xitoy tili juda ham dunyoda rivojlanyapti va produktda, ya'ni from products, ya'ni produktlarda ular juda ham ko'p mahsulotlar ishlab chiqaryapti. Undan keyin o'zimizni masalan ko'rsak bo'ladi, juda ham ko'p turistlar, ya'ni more Chinese people, more Chinese tourists come to Uzbekistan. Ya'ni juda ham ko'p Xitoylik turistlar O'zbekistonga kelishyapti. Mirabboz, siz hozir biznesmen bo'laman kelajakda, balki dedingiz, yoki logistika sohasi ham baribir biznesni bir tarmog'i. Ya'ni bo'lajak biznesmen sifatida siz xorijiy tillar qanchalik kerak deb o'ylaysiz? Xorijiy tillar juda ham ko'p foiz kerak. Chunki masalan siz masalan business lady, businessman, masalan businessman kimdir bo'lmoqchi va businessman bo'lish uchun
juda ham ko'p tillarni, chet tillarini bilish kerak. Taxminan 3-4 tillarni bilish kerak. U nechta til bo'lishiga qaralmaydi, lekin ko'p til bilsangiz, xuddi o'shancha o'zingizga foyda, ya'ni qo'shimcha plyus yuradi. Nima bilan plyus bo'ladi? Qanaqa plyus bo'ladi? Masalan, tillarni bilsangiz, boshqa davlatni biznesmenlar bilan muloqot qila olasiz va ana o'sha boshqa davlat biznesmenlari bilan investitsiya kirita olasiz va biznes qila olasiz. O'zingiz ishlab chiqarayotgan produktlaringiz, mahsulotlaringizni, ya'ni boshqa chetdagi biznesmenlarga, biznes ladylarga jo'nata olasiz va mana shu plyus tarafi. Oilada nechta farzandsizlar? 2ta. Akangiz yoki ukangiz, opa, singil? Ukam. Ukangiz bor. Ukangiz necha yosh? Ukam 8 yosh. Ukangiz ham ingliz tili o'rganyaptimi hozirgi kunda? Ha, o'rganyotdi va u juda ham yaxshi, aqlli bola deb o'ylayman. Men unga ishonaman, ukamga. Agar mana shu videoni ukam ko'rayotgan bo'lsa, men unga ishonaman va albatta juda ham har doim yaxshi o'rganishini va yaxshi ta'lim olishini xohlayman. Endi o'zingizni tengdoshlaringizga yoki bo'lmasa sizga o'xshamoqchi bo'lganlar uchun o'zingizni maslahatlaringizni ingliz tilida aytib bersangiz, marhamat. If you want to be this kind of person like me, you need to hard work and achieve your goals. Like first I said Michael Jordan, Thomas Edison, Steve Jobs. There were hard times and painful things for everyone. You need to face challenges to become a successful person. Just let's go, try it, try everything. Determination, consistency, and obsession is a key for success. If you want to be a successful person, hard work and achieve your goals. Nothing is more. Bugungi suhbat uchun katta rahmat va sizni Ibrat farzandlari loyihasida doimiy kutib qolamiz. Rahmat kattakon.